Mahallada duv gap yoki o'tgan kunlar. Eskisi o'tgan kunlar. O'tgan kunlar. O'tgan kunlar yoki Abdullajon filmi. O'tgan kunlar. O'tgan kunlar yoki yor. O'tgan kunlar. O'tgan kunlar yoki ikki dil dostoni. Haloyiq qo'zg'aling Yusufbek hoji. O'tgan kunlardagi shunaqa iboralar bor, almasholmayman. Xo'p, o'tgan kunlar yoki sen yetim emassan. Endi sen yetib emassan. Sen yetim emassan yoki Toshkent non shahri. Sen yetib emassan. Sen yetim emassan yoki maftuningman. Xo'p. Baribir sen yetib emassan. Sen yetim emassan yoki kelinlar qo'zg'aloni. Oh. Yo'q, sen yetim emassan ekan. Sen yetim emassan javobini bilsam aytaman yoki osmondagi bolalar. Sen yetim emassan. Sen yetim emassan yoki suyunchi. Ketdim suyunchiga qarab. Suyunchi yoki Temir xotin. Suyunchijon. Suyunchi yoki Nasriddin Buxoroda. Nasriddin Buxoroda yoki Alisher Navoiy. Albatta Alisher Navoiy. Ulug'bek Yulduzi yoki Alisher Navoiy. Ulug'bek Yulduzi ekan. Ulug'bek Yulduzi yoki Shumbola. Bilasizku javobini. Ha, bilaman. Shumbolada mana o'zbek kinosini ichida bitta kinoni tanlaysan, boshqa birorta kinoni tanlashga haq huquqing yo'q. To'xtang, hali bor savollarimiz. Tanlaysan desangiz Shumbola deyman. Xo'p, Shumbola yoki boy ila xizmatchi. Shumbola. Otasiz yetim, gul yetim, onasiz yetim, shum yetim degan joyida onadan ajrab turganni fojiasini ko'rsatib bergan G'ofur boboni yoki o'sha Damir akani filmiga teng keladigan film bilmayman men. Men sekundigacha nima qilaman-da? Yolg'on gapirib qo'yadigan nimam bor degan o'sha Abdurahim. Demak, g'olibimiz Shumbola filmi. Shumbola. Bu men uchun shunaqa. Tomoshabin albatta o'zini muhabbati bor, boshqasi bor. Hech kimga o'zimning fikrimni nima qilmayman. Ushbu podkastning davomini Telegramdagi bizning TV boti orqali to'liq holatda tomosha qiling.